ayollar ham ahmoq emas. Erni harakat qilayotganini ko'rib, harakat qilsa-yu qiynalib puli ko'paymayotgan bo'lsa, ayol sabr qiladi. Ayol qachon janjal qiladi, to'polon qiladi? Qachonki shu harakatni ko'rmasa yoki puli borligini bilsa-da, u erkak undan siqayotganini his qilsa, yolg'on his qilsa, to'polon boshlanadi, janjallar boshlanadi va tabiiyki mayda g'idi-bidi mayda janjallar katta janjalga olib keladi. Eng ko'p 95% statistika bo'yicha janjallar aynan oilada moddiy yetishmovchilikdan boshlanadi. Shuning uchun birinchi navbatda erkak kishi turmushga qadar oyoqqa turgan bo'lishi, hech bo'lmasa o'zini va ayolini ta'minlashi uchun daromad manbai bo'lishi shart. Shoshilib 20 yoshli bolalarni uylab qo'yish, 19 yoshli bolani uylab qo'yish nimaga kerak ota-onaga? Qachon u katta bo'ladi? Qachon mas'uliyatni oladi? Ular bitta o'g'ilning yoniga yana qiz va yana katta bolalar ulab oladi. Bu juda ham noto'g'ri.